Diqqat! O'zbekistonda dahshatli falokat sodir bo'ldi. Afsuski, odamlar alanga ichida. Xalq, duoda bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 6 fevral kuni Andijon shahar Nayman ko'chasi hududida joylashgan yakka tartibdagi tadbirkorga tegishli bo'lgan oziq-ovqat saqlash omborida bozor hududida bo'lmagan yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 13:06 da favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga yong'in bo'layotganligi to'g'risida xabar tushgan. Yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan joyga soat 13:13 da yetib borgan va sodir bo'lgan yong'in soat 13:36 da o'chirilgan. Hodisa oqibatida oziq-ovqat saqlash omborining 75 kvadrat metr maydonida shift, tom qismi va oziq-ovqat mahsulotlari yonib zararlangan. Yong'indan 8 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q deyiladi xabarda.